Hammaga assalomu alaykum, CMC Motorsning obunachilari. Bugungi obzorimizda O'zbekistonda yangilik bo'lgan avtomobil Toyota BZ5 avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz dizayniga keladigan bo'lsak, sportivniy dizaynda ishlab chiqarilgan 21 diskali taqilgan crossover liftback avtomobili. Bu avtomobilimiz Xitoyda BYD bilan FAV kompaniyasi совместно ishlab chiqargan. Bu avtomobilimizda BYD Blade oxirgi texnologiyadagi batareyka turibdi, samotушение funksiyalari bilan. Также avtomobilimizning podveskasiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilda Toyota Camry'ning podveskasi. Bu degani avtomobil juda ham yumshoq avtomobil hisoblanadi. Также ushbu avtomobillarimizdan oq rasvetka, qora rasvetka hamda stальной rasvetkalardan ham bor. O'zbekistonda yagona bitta bo'lgani esa 630 kilometrlik masofa bosib o'tadigani bu avtomobilimiz o'sha mashina ikkinchi уже full pozitsiyasi hisoblanadi. Также avtomobillarimizda bu bilan buni farqiga keladigan bo'lsak, zapas xodda farqi bo'ladi. Hamda bu yerda bagaj ochilish nimasi esa bunda mexanik esa bunda elektr bo'ladi. Do'stlar, ushbu avtomobillardan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobillarda narx, avtokredit yoki перечисление asosida ham xarid qilsa bo'ladi.